Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarni yangi Sovet davrida chiqarilgan magnitofonlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Kelib qolganimda shularni bir obzor qilib beray degandim. Videoga like bosib ketinglar. Va videoni shunaqa magnitofon eshitib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Demak, boshladik. Afsonaviy romantik magnitofonni eslaganlar bo'lsa yozib ketinglar, kimda shunaqa magnitofon bo'lgan, eslaganlar bo'lsa. Sovet davridagi eng mashhur magnitofonlardan, ovozi jarangdor bo'lardi. Bu elektronika 302 shunaqa rangda, yaxshi holatda. Bu ham yaxshi magnitofon. O'zin davrida hit bo'lgan, trendda bo'lgan. Bu ham elektronika 302 modeli. Shunaqa rangligisi bu. Bu ham o'z davrida mashhur bo'lgan magnitofonlardan. Yaxshi holatda bu ham. Qo'shimchasiga mana bu. Keyincha mana bunaqa magnitofonlar chiqqan, eslaganlar bo'lsa, Sony degan model. Bu endi hozirgi keyinchalik chiqqan magnitofonlar 92-yillarda radioli bo'lib chiqardi, eslarda bo'lsa. Korobkalarimdan, pasportlarimdan bu adashmasam, magnitofon shunday magnitofon tutganlar bo'lsa kerak. O'zim davrda dokumentlarimdan ekan. Izohlarda shunaqa magnitofon bo'lganlar bo'lsa yozib ketinglar. Kimda shunaqa magnitofonlar bo'lgan yoki haligacha bor, shuni yozib ketsanglar bo'ladi va kimgadir kerak bo'lsa bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu shularni ko'rsatib ketay degandim. Keyingi video obzorda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Yaxshilar hali oldinda.